Mulohaza darslari boshlang'ich sinf ustozlari uchun matn tahlili Oqila Bibixonim matni muallifi D. Komiljonova. Ulug'bek va sinfdoshlari ta'tilda Samarqandga yo'l oldi. Avtobus shundoqqina Bibixonim madrasasi oldida to'xtadi. Bolalar bu mushtaham manzarani ko'rib, 5 asr ortga tarixga qaytgandek bo'ldilar. Afsonalar shahri ko'hna Samarqand ularni ertakdagi mo'jizalarga yetaklardi. Sinf rahbari Saodat opa bolalarning hayratini sezib, bu ulkan bino haqida gapirib bera boshladi. Sohibqiron Amir Temur dunyoning yarmini zabt etgan buyuk sarkarda bo'lgan. O'sha davrda Samarqand mamlakatning poytaxtiga aylantirgan. Bu yerda ilm-fan, madaniyat, san'at va me'morchilik rivojlangan. Saroy mulk xonim Bibixonim Temuriylar saltanatining katta xonimi bo'lib, shahzodalarni tarbiyalash bilan bevosita shug'ullangan. Aytishlaricha, Bibixonim go'zallikda tengsizlik, aql-u zakovatda esa undan ham oshiqroq edi. U Shohrux Mirzo, Mirzo Ulug'bek va Halil sultonlarning ilm olishi uchun ko'p mehnat qilgan. Ayniqsa nabirasi Ulug'bek Mirzoni juda yaxshi ko'rgan. Mirzo Ulug'bek bir kuni Bibixonimning oldiga kelib, o'zi kuzatayotgan yulduzlarning boshqa yulduzlardan yorqinroq va kattaroq ekanini aytadi. Boladagi falakiyot ilmiga bo'lgan qiziqishni sezgan Bibixonim nabirasini boshini silab, istasangiz bosh ustiga Mirzom yulduzlarni sinchiklab o'rganing, joylashishini qog'ozga tushiring, kashf qilganlaringizga nom bering. Shu bilan birga ilmingiz ham yulduzlar kabi ziyoda bo'lsin, deydi. Bibixonim shaxsan Ulug'bekning ilm egallashini nazorat qilgan, dunyoning eng mashhur olimlarini Samarqandga chaqirtirgan. Shuning natijasida Ulug'bek buyuk olim bo'lib yetishdi. Bibixonim nafaqat shahzodalarga, balki ilm toliblariga ilm olish sharoitini yaratgan. U Samarqanddagi madrasa va minoralar qurilishiga rahbarlik qilgan. Hunarmand va me'morlarni rag'batlantirgan. Saodat opa hikoyasini yakunladi. Bolalar afsonaviy gumbazlar va bezaklarni diqqat bilan kuzatarkan, ularning yuraklari hayrat va ilhom bilan to'ldi. Har bir devordagi naqsh, har bir mo'jaz ustun ularga tarixning sirli va go'zal dunyosini ochib berdi. Ular o'zlarini shahzodalar, olimlar va ularning ustozlari bilan bir zamonda yashayotgandek his qildilar. Samarqandning ko'hna ko'chalari, qadimiy madrasa va minora balandliklari ularning ertaklar olamiga olib kirgandek edi. Ulug'bek esa aynan shu tarixiy va ilmiy merosni eslab, kelajakdagi o'qishlari va izlanishlariga ilhom oldi. Har bir gumbaz, har bir bezak bolalarga tarixning sirli va go'zal dunyosini ochib berdi. Samarqand esa haqiqiy afsonalar shahri ekanini ularga his ettirdi. Demak, birinchi savolimiz hikoya mazmuniga mos bo'lgan, mazmunini yoritib bergan rasm qaysi rasm ostida aniqlang degan bu yerda rasmlarda 4-rasm mos ekan. Ya'ni bunda matn mazmuniga ko'ra hikoya Ulug'bek va uning sinfdoshlari o'qituvchisi Saodat opa hamrohligida ta'tilda Samarqandga, ya'ni Bibixonim madrasasi oldiga yetib kelishlari bilan boshlanadi. Ya'ni maktab o'quvchilari, sinfdoshlari va ularning o'qituvchisi qadimiy madrasa va gumbazlar poyida turib
sayohatni boshlayotganligini tasvirlangan. Shuning uchun hikoya mazmunining boshlanishini yoritib beruvchi rasm bu 4-oxirgi rasm bo'ladi. Ya'ni Saodat opa o'quvchilariga Bibixonim madrasasi haqida so'zlab berayotganligi aytib o'tilgan. Ya'ni keyingi savolimiz, testimiz hikoya xronologiyasi asosida voqealarni to'g'ri ketma-ketlikda aniqlang degan. Birinchisi bunda afsonaviy shahar mushtaham manzarasi ko'rib tarixga qaytgandek bo'lgan bolalar sinf rahbarining o'quvchilarga Temuriylar davri Saroy Mulk xonim haqida, ya'ni Bibixonim haqida so'zlab berishi, Mirzo Ulug'bekning yulduzlar olamiga qiziqishi va Bibixonimning unga ma'rifiy o'gitlar berishi, Bibixonim tomonidan dunyo olimlarining poytaxtga jalb etilishi va Ulug'bek ta'limini shaxsan nazorat qilishi, bolalarning gumbaz va naqshlarni diqqat bilan kuzatib, tarix va ilm olamida ilhomlanishi shulardan iborat. Keyingi savol, ya'ni qahramonlarni ularning xususiyatlari bilan moslashtirib chiqish. Bunda birinchi qahramonimiz, ya'ni Bibixonim, mamlakat poytaxtida ilm, fan va san'at ravnaqi uchun zamin yaratgan hunarmandlar mehnatini rag'batlantirgan rahbar hisoblanadi. Ikkinchisi Saodat opa, ya'ni o'tmish madaniyati va me'morchiligi haqidagi ma'lumotlar bilan tinglovchilarda g'urur va hissini uyg'otgan obraz, ya'ni o'quvchilarda g'urur hissini uyg'otgan obraz hisoblanadi. Uchinchi qahramon Ulug'bek va sinfdoshlari. Bunda qadimiy meros bilan yuzlashganda go'yo avvalgi muhitda turgandek his qilgan, hayrat va ilhomga to'la zamondoshlar. 4-qahramon Mirzo Ulug'bek osmon jismlari haqidagi ilk taassurotlari bilan falakiyot ilmiga bo'lgan qiziqishi namoyon bo'lgan tarixiy shaxs hisoblanadi. Keyingi savol, matndan bolalarning tarixiy muhitdan qattiq ta'sirlanib, o'tmish bilan ruhan uyg'unlashgan holati yorqin ifodalangan jumlani toping. Bunda javob: bolalar afsonaviy gumbazlar va bezaklarni diqqat bilan kuzatarkan, ularning yuraklari hayrat va ilhom bilan to'ldi. Har bir devordagi naqsh, har bir mo'jaz ustun ularga tarixning sirli va go'zal dunyosini ochib berdi. Keyingi savol, hikoyaning g'oyasi va badiiy mantig'iga zid bo'lgan mulohazani aniqlang deyapti bu yerda. Javob: tarixiy obidalarning bugungi kunda turistik obyekt va iqtisodiy foyda manbai sifatida talqin qilinishi jamiyatning madaniy ehtiyojlarini to'liq qondiradi. Bu yerda obyektlar, ya'ni iqtisodiy foyda manbai sifatida emas, bu zid mulohaza hisoblanadi. Ya'ni to'g'ri javob to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin mantiqiy, badiiy mantiqqa zid bo'lgan mulohaza hisoblanadi. Foyda sifatida emas, albatta. Ya'ni keyingi savolimiz matn, ya'ni oltin o'rta qoidasi
Til o'rganish jarayoni ikki muhim ustun: nazariy bilim, grammatika va lug'at, hamda amaliy ko'nikma, eshitish va gapirish asosiga quriladi. Tilni mukammal egallash uchun yangi olgan ma'lumot darhol jonli muloqot orqali mustahkamlanishi shart. Til o'rganish 80-20 qoidasi mavjud, ya'ni 20-80. Vaqtning 20% yangi nazariy ma'lumotni qabul qilishga, 80% esa ushbu ma'lumotni faol qo'llashga sarflanishi kerak. Savol: matn va tasvirdagi mantiqiy bog'liqlikdan kelib chiqib, til o'rganishdagi til to'sig'i gapira olmaslik hodisasining asosiy sababini aniqlang. Bu yerda javob: bilim passiv shaklda to'planib, uni faollashtiruvchi amaliy jarayon vaqt va hajm jihatdan yetishmaydi. Ya'ni bilim kam bo'lsa, passiv bo'lsa, gapirish ham shunga yarasha bo'ladi. Matn. Keyingi savol. Zamonaviy til ta'limida tilni shunchaki tuzilish, fonetika, morfologiya jihatdan o'rganishdan ko'ra uni nutqiy faoliyatda qo'llay olish, funksional savodxonlik birinchi o'ringa chiqdi. Akademik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ona tili darslarida qoidalarni mexanik yodlash, masalan, so'z turkumlari ta'rifini bilish, nutqning rivojlanishini kafolatlamaydi. Til bu faqat qoidalar tizimi emas, balki jonli muloqot va tafakkur qurolidir. Qoidalar tilning skeletini, asosini shakllantirsa, matnlar esa nutqiy amaliyot, uning hayotiy jozibasini, ya'ni mevasini ta'minlaydi. Savol: matn va tasvirdagi mantiqiy bog'liqlikdan kelib chiqib, ta'limda til qoidalarini mukammal bilsa-da, o'quvchida mustaqil fikr bayon etish, matn yaratish ko'nikmasining shakllanmay qolishiga sabab bo'luvchi asosiy omilni aniqlang degan. Bu yerda javob: til darslarida asosiy e'tibor tilning amaliy va nutqiy tomoniga, matnga emas, balki quruq strukturaviy elementlarni, qoidani yodlashga qaratilgani. Demak, bu yerda shakllanmay qolgan sababni aytib o'tildi. Ya'ni javobda til darslarida asosiy e'tibor tilning amaliy va nutqiy tomoniga, matnga emas, balki quruq strukturaviy elementlarni, qoidalarni yodlashga qaratilganligi sababli bo'layotganligi aytib o'tilgan. Keyingi savol: gavhar ko'p bo'lsa, qadri bo'lmaydi. Maqolaning ma'nosi to'g'ri izohlangan xatoni toping degan. Javob: bu yerda har bir yaxshi narsaning ham ozi yaxshi. Shunda u e'zozlanadi. Ko'p bo'lsa, ko'ngilga uradi. Keyingi savol: ushbu tor so'qmoqqa qadam qo'yganda qaytadan men bola bo'lib ketaman. Intiqqan yuragim kengayib shunda, chamanda qush bo'lib parvoz etaman.
Mana ushbu she'riy parchaning asosiy mazmunini to'g'ri ifodalovchi qatorni aniqlang deb aytilgan. Bu yerda javob shoir tanish makon orqali bolalik xotiralariga qaytib ruhiy erkinlik va ichki yengillik holatini badiiy ifodalagan. Keyingi savol. Matn qadriyatga saodat va mas'uliyat. Arxivdagi amaliyotimiz davomida men faqat topshiriqni tezroq yakunlab, hisobot topshiriqni o'ylayotgan edim. Biroq malikaning har bir yirtilgan sahifani xuddiki bebaho xazinadek ehtiyotkorlik bilan tiklayotganini ko'rib qoldim. Uning har bir harakatida shunchaki ishga mas'uliyat emas, balki ma'naviy merosga nisbatan daxldor hissi bor edi. Men o'zimdagi yuzaki munosabatdan uyaldim va unga qo'shildim. Bu jarayon bizni shunchaki hamkasb emas, hayotiy qadriyatlari mushtarak sirdoshlarga aylantirdi. Savol. Matndagi ikki qahramonning faoliyatini axloqiy yondashuv nuqtai nazaridan taqqoslab, hikoya qiluvchidagi o'zgarishni aniqlang. Javob. Hikoya qiluvchi ishni faqat jismoniy mehnat deb bilgan bo'lsa, malika ta'sirida unda kasbga sadoqat uyg'ongan. Kasbga sadoqat uyg'ondi deb aytib o'tilyapti. Keyingi savol. Birinchisi deyapti bu yerda. Musiqa inson miyasining deyarli barcha qismlarini bir vaqtda faollashtiradi. Ikkinchisi, klassik kuy tinglash o'simliklarning o'sishi sur'atini tezlashtirishi ilmiy tajribalarda aniqlangan. Uchinchisi, inson yurak urishi va tinglayotgan musiqaning maromiga qarab o'zgarishi ham isbotlangan. To'rtinchisi, ushbu ma'lumotlar san'atning inson tabiatiga ta'sirini ko'rsatishi aniq. Beshinchisi, musiqa dunyosi doimo o'zining sehrli sirlari bilan insonlarning hayotiga, ya'ni hayratga solib keladi. Matnda berilgan gaplardan faktlarni aniqlang deb aytib o'tilyapti bu yerda. Javob bu yerda. 1. Musiqa inson miyasining deyarli barcha qismlarini bir vaqtda faollashtiradi. 2. Klassik kuy tinglash o'simliklarning o'sishi sur'atini tezlashtiradi. 3. Inson yurak urishi va tinglayotgan musiqaning maromiga qarab o'zgarishi ham isbotlangan deb aytib o'tyapti.
Ya'ni bu yerda matnni o'qing deyapti. Matnda berilgan gaplar faktlarni aniqlang. Birinchisi, bu yerda faktlar. Kitob mutolaa qilish insonning lug'at boyligini oshirishi ilmiy tadqiqotlarda tasdiqlangan. Ikkinchisi, muntazam kitob o'qiydigan o'quvchilarning matnni tushunish ko'nikmalari yuqoriroq bo'lishi kuzatilgan. Uchinchisi, mutolaa jarayonida miya faol ishlashi sababli tafakkur rivojlanadi. Keyingi savol, matnni o'qing. Matnda berilgan gaplardan faktlarni aniqlang deyapti. Bu yerda olimlarning kuzatishlariga ko'ra, yashil hududlarda yashovchi insonlarda stress darajasi pastroq bo'lardi. Uchinchisi, daraxtlar havodagi karbonat angidrid gazini yutib, kislorod ajratadi.